Qara Uyg'urlar 21-bölüm. Qabila beshi yaqinlardan 2 kishini elib, qo'shni kentdagi bir tuqqanini yo'qlab keldi. Ular qaytish yo'lida doim mangadigan bir tog'liq jilg'idagi yo'lda ketib o'tadi. Uzun safardan sal horg'inlik his qildi bo'lg'ay. U beshini bir yonga yo'lab mögidab qolgan edi. Hamrohlari bo'lsa shofir bilan paranglashqach, qo'llaridagi telefonni o'ynab o'ltiradi. Havo bo'shlig'ida tuyuqsiz bir insonsiz aeroplan paydo bo'ldi. Uning cho'g'i kichik bo'lsa-mu, ichki qanoti ostiga birdan ilg'or texnikalik boshqarilgan bomba o'rnatilgan edi. U bir nimani aniqlamoqchi bo'lgandek asta mashinaga yaqinlashdi va ustidan taxminan 1 kilometr egizlikda uchib o'tib ketdi. Uning ovozi yuqori bo'lmag'ach, mashinadagilar hech nimani sezmadi. Aeroplan birozdan keyin qaytib kelib, mashina ketayotgan yo'linishda taxminan 2 kilometr egizlikda suratni ostilatib, boshqarilgan bombalarni keyin-keyindan atdi. Birinchi bomba mashinaning oldi chaqaga yaqin yerda portlab, mashinani dumko'mtirib o'tdi. Arqadanla ikkinchi bomba yetib kelib, mashinaning dal qo'saq qismiga tegib portladi. Gum qilgan shiddatli ovoz bilan mashina kukum tolqon bo'lib, shiddatli o't ichida ko'yishga boshladi. Qara Uyg'urlar jam bo'ldi. Ular kutilmagan qasd bilan o'ldirilgan qabila beshini uzatishga kelgan edi. Atrofni jig'izori bosgan edi. Bu kunlarning beshimizga kelishini mo'ljallagan edik, dedi bosh mushavir yuqori ovozda ko'pchilikka xitob qilib. Xitoy hukumatining davlatimizning amaldorlariga biz to'g'riliq besim qilganligini anglaganimizda bizga qarshi harakatga o'tganligini his qilgan edik. Ammo ularning qonli qilichining oldi bilan qabila beshimizga uzildiganligini tasavvur qila olmagan ekanman. Xitoy deydi-ki, bizga qarshi chiqsang, oqibati mana shundoq bo'ladi. Biz mushu sababli Xitoyga tez pukishimiz kerakmi? Faşist Xitoylar cho'chirni ham sanabdi. Allah bizga Uyg'ur degan sharafli nomni ato qilgan ekan, biz nomusimizni qon bilan yuvishga har zaman tayyormiz. Rahmatlik qabila beshining qani bekorga oqmaydi. Biz cho'qim qonga qon qisos olamiz. Qisos! Qisos! Ko'pchilik birdek g'azab bilan havoga musht etib o'g'lashdi. Xitoyning falsafasi bakma oddiy. Qonli qilichim bilan haqqoniyatni bostira olayman deb o'ylaydi. Ham izchil shunday qilib keldi. Ular ishikni solib olib, vatandagi millionlagan Uyg'urni nobud qilgandan keyin bu millat hamda tez pukdi deb ham xiyolda bo'lmoqda. Ammo u millionlarga shuni bildirib qo'yishimiz kerakki, Alloh insonga ato qilgan ar-nomusni va insoniy izzat hurmatni hargiz qilish bilan elib ketilmaydi. Biz eng oxirgi bir tomchi qanimiz qolgacha nejis Xitoyga ajallik zarba beramiz va choshqon yurak iflos Xitoylarning bir shonliq millatni yo'q qilish razil planini bichit qilamiz. Buningga iymonimiz komil, dedi Yunusbek maydonga yig'ilgan 10 minglagan xalqqa xitob qilib. Musibat 3 kundek davom qilgandan keyin mushavirlar bir yerga jam bo'ldi.
ve birdek ovoz bilan bosh mushovirni yangi qabila beshi qilib sayladi. Ko'pchilikning menga ishonganiga rahmat, dedi yangi qabila beshi so'z qilib. Ko'rib turibdiki, vaziyat keskinlashdi. Xitoy tajovuzchilari ishik oldimizgacha besib keldi. Haqiqiy jang endi boshlanadi. Bugundan boshlab har bir kunni jang holatida o'tkazishga majburmiz. Bizning hayotimiz ovlash bilan o'tdi. Xitoyning bizga bo'lgan bevosita hujumi bizning obyektlarimizni mollashtiryapti xolos. İnşallah bundan keyin olcularımız həsillab aşqusi. Begunoh insonlarni qatl qilib, ko'nib qolgan pastkash Xitoylarni ovlash aslida ko'ngillik bir ish edi. Endi ko'rdi bu nijislar. Anamanısını ko'zi ko'rsatmaydigan bo'lsak, xap, dedi Yunusbek g'azab bilan. Diasporadaki Uyg'urlarni qo'zg'ash ishi qandoq bo'layotdi? Uyg'unish xeli ko'rinarli bo'layotdi. Qissas o'ti qiniga singib ketganlar turkumlab maydonga chiqmoqda. Bizning tasavvurimizdagidin ko'p. Bir qism qissas elish harakatlari Xitoyni sarasimga soldi. Shu vajidan Xitoy ilgirkidan tadbirlik harakat qilishi turgan gap. Bununla qarta biz texmo tadbirlik bo'lmasak bo'lmaydi. Albatta, bizda bu vaqtda tajriba kam bo'lsa-mu, Uyg'urdagi aql farosat va tog'ni yorg'udek qissas o'tining tapti ishlarimizning natijalik bo'lishining kapolati. Haq biz tarafda. Faşist Xitoylarga qarshi dunyoviy birlik sab qurilayotgan bugünkidek bir kunda ishonamanki bizga her türlü yollar asta-asta açıldı. İnşallah digeldiriniz kelsin. Menimce biz alayda hareket atırtını küçeyteli. Yunus Bey, siz kabilimizdekilerden yeni bir türküm cancılarını tallap sepinizge koşun. Vaqt çıkarıp Avrupa, Amerika, Türkiye, Orta Asya taraflarına berip u yerlerdeki fidoyilarimizni tashkillash ishini kuchaytiring. Qabilimizning g'azina ochquchi bugundan boshlab sizda bo'lsin. Qanchalik iqtisod va odam kuchi ketsa mayli. Biz rahmatlik qabila beshig'i yuz kelaligidek unumli harakatga o'tishimiz lozim. Kerak bo'lsa, meni mu atirtingizga eling. Menmi birar nejis Xitoyning qanini to'kishning huzurini ko'ray. Bu ishni mangla topshiring, ham xotirjam bo'ling. Jenim, tenimdili bo'ladi ekan, rahmatlikning or-nomusini qon bilan oqlashga qasam qilaman. Alloh hammamizni insonlik shon sharpimiz bilan o'lishga nasib qilsin. Amin. Ko'pchilik yangi bir umidlar ilkida tarqashdi. Davomi bor.